Assalomu alaykum hurmatli bizani obunachilar, kuzatuvchilar. Bugungi bizning mehmonimiz styuardessa Sabinaxon Nazirova Samair kompaniyasida ishlaydilar. Assalomu alaykum Sabinaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Bugun o'zingiz haqingizda ozgina bizani proyektimiz o'zi oson ish proyekti. Sizga bundan oldin aytib o'tgan edim. Asosiy maqsadimiz bu o'sha yoshlarga kelajakda bir soha kasbini egallashda qanaqa yo'llar bilan kelsa to'g'riligi va o'zimizning opitimizdan kelib chiqqan holda ozgina o'zimizni opitimiz bilan bo'lishamiz. Shunga ozgina o'zingiz haqingizda aytib bersangiz va bizlar savol-javoblarni asta-sekinlik bilan keyin boshlaymiz. Xo'p. Avvalambor hamma kuzatuvchilarimizga assalomu alaykum. Mening ismim Sabina, 33 yoshdaman. Ayni damda Air Samarqand aviakompaniyasida bortprovodnik instruktor bo'lib ishlayman. Bu kompaniyaga kelgunimgacha boshqa yana ikkita kompaniyada ishlaganman. Biznes aviatsiya, ya'ni o'sha Janubiy Koreyaning Asiana Airlines aviakompaniyasida ham ishlaganman. Shu birinchi boshlagan kompaniyam o'sha Koreyada bo'lgan. Ya'ni o'sha koreyaliklar bizada O'zbekistondan nabor qilishgan. Men bu nabor bo'layotganini Facebookdan ko'rganman, e'lonni. Keyin rezyumemni topshirib ko'rganman, jo'natganman. Ular meni suhbatga chaqirishgan. 3 ta etap suhbat jarayoni bo'lgan. Hamma etaplardan sekin-astalik bilan o'tib shu kasbga kirib ketganman. Bundan oldin siz hech qayerda ishlamagansiz, hech qanaqa opitingiz bo'lmagan. Birdan o'sha birinchi aviakompaniyangiz bu Asian Airlines bo'lyapti. Asian Airlines. Bu kompaniyaga kirgunimgacha davlat ishida ishlaganman, programmist bo'lib ishlaganman. O'z soham programmist. Lekin bu sohaga kirish uchun qaysi universitetda, qaysi yo'nalish bitirganingiz umuman muhim emas. Men o'sha yoshligimdan shu sohaga qanaqadir qiziqib yurganman. Qachondir bu amalga oshishiga o'zim to'g'risi ishonmaganman. Topshirib ko'rdim, suhbatga chaqirishdi, o'tib ketdim. Taxminan bu nechinchi yillar edi? Bu 2018-yil. 2018-yil. Facebook. Yomon emas. Bo'lmasa siz programmistdan birdan styuardessalik kasbiga o'tib ketgansiz. O'zi umuman olganda menimcha barcha qizlarni nimasi bo'ladi, mechitasi bo'ladi, orzuyisi-da, что bir kun kelib styuardessa bo'lish. Bugungi kunga kelib menimcha ko'p yigitlar ham o'zi shu sohaga qiziqyapti, chunki menda bor informatsiyalar bo'yicha oyligi juda yaxshi. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda juda ko'p davlatlar ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bilaman, nenarmirованный grafik, bu endi bu har bitta yaxshi, хорошо оплачиваемый работада yaxshi to'lanadigan ishda bor bo'lgan narsa. Xo'p, umuman olganda yoshligingiz haqida aytib bersangiz ozgina, ya'ni siz Sabina mana programmist bo'lganingizda necha yoshda edingiz? Universitetda programmistlikka o'qiganman. Endi universitet tugatib, keyin siz programmistlikda ishlagansiz. 3 yil Davlat statistika qo'mitasida programmist bo'lib ishlaganman. Shuni 3 yilda shuni tushunib yetdim, programmistlik sohasi men uchun emas. Men bitta joyda o'tirib ishlaydigan odam emasman. Har doim xohlardim shunaqa fizический ish bo'lsa, fizический nagruska bo'lsa, mazza qilib ishlasam deb yurardim. Как говорится, peshanaga. Xo'p, bu keyin shu bilan Koreyaga ketdingiz. Koreyada bolalarga tushunarli bo'lishi uchun Koreyaga ketganingizdan keyin mana ishga kirdingiz. Ya'ni sizda oylik bor va bundan tashqari qanaqadir yana xarajatlar qoplanganmi? Keling ozgina orqaga qaytamiz. Men o'sha Koreyaga ketgan vaqtimda oilali edim. Hattoki farzandim ham bor edi. Farzandim 8 oylik bo'lganda men o'sha Koreyaga ketdim.
uch oy davomida bizada o'sha trening bo'ldi, ya'ni o'qish bo'ldi. O'qish payti bizani o'sha gostinitsa bilan, pitaniya bilan ta'minlashardi. O'qish tugagandan keyin bizani hammani alohida o'sha kvartiralarga chiqarishdi. Bitta uyda masalan 3 kishidan yo 4 kishidan qizlar yashardik. Kompaniya bizani shu uy bilan ta'minlab bergan. Siz oilangiz bilan ketdingizmi yo? Yo'q, o'zim ketganman. O'zingiz ketgansiz. Va shu holatda necha yil ishladingiz? Shu holatda 3 yil ishladim. 3 yil. Отлично. Keyingi kompaniyangiz? Keyingi kompaniyam bu biznes aviatsiya, endi частный kompaniya. Asli Qozog'iston aviakompaniyasi, no O'zbekistonda ishlardim. O'zbekistonda ishlardim. O'zbekistondan turib boshqa davlatlarga uchib, yana O'zbekistonga qaytardim. No, u yerda unchalik ham ko'p ishlamadim, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Все-таки nima deydi, o'sha гражданский aviatsiyadan biznes aviatsiyani farqi anchagina katta. No, hamma joyda o'ziga yarasha plyus minuslari bor, yomon emas. Bu ham bir o'q bo'ldi. Biznes aviatsiya, men tushunishim bo'yicha bu qachonki o'sha biznes egasi biron bir chetga chiqmoqchi bo'lsa, siz faqat o'sha payt kerak bo'lib qolasiz. Boshqa payt flexiblemi, qanaqa? Qarang, masalan, обычный mana гражданский aviatsiyani oladigan bo'lsak, bunda хотя бы grafikingiz 2-3 kun oldin chiqadi-da. Biznes aviatsiyada unaqa narsa yo'q. Sizga 2 soat, 3 soat oldin ham yetishligi mumkin. Uchamiz. Uchamiz deyishsa bo'ldi, chimodan tayyor bo'lib turish kerak har doim. Tushunarli. Biznes aviatsiyada necha yil ishladingiz? Где-то yarim yil ishladim. 6 oy. Shu bilan Samarga keldingiz. U yoqdan bo'shaganimdan keyin, где-то 1 oylardan keyin o'sha Samarqandga. Samarqand. Отлично. Umuman olganda, mana shu styuardessalik sohasida sizlarda bilaman, отбор bo'ladi. Har qanaqadir periodda, to'g'rimi? Bolalar mana kelmoqchi, birinchi navbatda ular qayerdan bilishi kerak? Shunaqa отбор ketyapti. Ikkinchi navbatda nimaga tayyor bo'lib kelishlari kerak va qanaqa standartlaringiz bor? Shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Albatta. Odatda hamma o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'sha ofitsialniy, masalan deylik, Samarqandda o'zini ofitsialniy Instagrami, Facebooki, shu yerda e'lon beriladi. O'sha joyda e'lon tagida, hamma kompaniyada shunaqa e'lon tagida обязательно pochta manzili qoldiriladi. Keyin shu rezyume to'ldirib, birinchi navbatda jo'natish kerak shu pochtaga. Ko'pchiligida xatosi rezyume to'ldirganida yoki nomerni qoldirmaydi, yoki nima desam bo'ladi, bir martalik pochta ochadi-da, ikkinchi marta qaytib kira olmaydi. Mana shu eng katta xato. Tushunarli. Javob kelmayapti deb keyin kutib o'tirishadi-da. Yo nimaga telefon qilishmadi deb. Aslida esa u yerda nomer kiritishmagan bo'ladi, nimadir xatolik bo'ladi-da. Yana qanaqa narsalarga e'tibor berish kerak va qanaqa standartlar o'zi bor? Mana CVga sizlar asosan nimaga e'tibor berasizlar? CVda shu o'zingiz haqingizda to'liq ma'lumot bo'lishi kerak. Обязательно rasm bo'lishi kerak, chunki bilasiz, rasm bizlar uchun muhim. Отборda mana necha yildan beri o'zim qatnashayotgan bo'lsam, komissiya a'zosi bo'lib, har doim birinchi o'rinda rasmga qaraymiz, undan keyin o'sha nomzodni nima desam bo'ladi, til bilish darajasi, bo'yi, vazni qanchaligi. Shular muhimmi? Shular albatta muhim. Shular haqida ozgina aytib bersangiz. Hamma kompaniyada turlicha. Turlicha, kriteriyalar turlicha. Masalan, ba'zi bir kompaniyalar qizlarga aytib ketay, qizlarga masalan 1.60 santimetrdan yuqorisini olsa, ba'zi bir kompaniyalar 1.65 dan yuqorisini oladi. Kriteriya hammada har xil. O'g'il bolalarda ba'zilari 1.70 dan yuqorisi, ba'zilari kategorически yo'q, 1.75 dan tepasi bo'lishi kerak deb aytishadi. U menimcha maksimumi ham bor, adashmasam. 1.85 gacha ba'zi bir kompaniyalar o'g'il bolalar uchun, ba'zilari 1.80 gacha. Qizlarda где-то 1.75 maksimum 1.78 gacha olishadi. Nima bilan bog'liq bu? Endi
общий обзор undoq bo'lganda, masalan, ishchilaringiz hammasi har xil bo'lib tursa ham bo'lmaydi-yu, как бы bo'ylari. Man qayerdadir o'qigandim, что nimaga yuk qo'yadigan joy bor-ku, o'shanga bo'yi yetishi kerak, qo'li yetishi kerak. Da, yo'q, bu narsada bu narsa bor. Masalan, bo'yi past bo'lsa olmaydi, chunki aniq yetmaydi. Bizning o'sha bagaj turadigan, ya'ni o'sha yuklarimiz turadigan joyimizdan, как бы otsek eshigi deylik, o'sha yopadigan joyini balandligi 210. Bo'yingiz yetishi kerak. Ba'zi bir insonlar bo'ladi, bo'yi pastroq bo'lsa ham, qo'li uzunligi hisobiga yopa oladi. Ba'zi birlar yo'q. Shuning uchun отборda обязательно bu narsa tekshiramiz. Da, til bilish qanchalik muhim o'zi aslida. O'zbekistonda agar oladigan bo'lsak, rus tili va ingliz tili juda ham muhim. Chunki bizning hamma darsliklarimiz O'zbekistondagi o'sha aviatsiya bo'yicha hamma darsliklar rus tilida. И все-таки chet tilimiz bizning ingliz tili hisoblanadi. O'zbekistonda turizm yaxshi rivojlanyapti hozirgi kunda. Вот shuning uchun ingliz tilini bilish shart. Ingliz tilini qaysi darajada? Deylik, intermediate eng samый nima deydi? Shu B1 levellar bo'lib qoladi. Tushunarli. Asosiy, to есть bilish kerak bo'lgan narsa bu mehmon nimani xohlayapti va o'sha narsani tushunish va u bilan qanaqadir javoblar qaytarish. Shu yo'lovchini shu nima xohlayotganini bilib uni ularga javob berish kerak. Yana qanaqadir standartlar bormi? Asosiy standart shu bo'y, ves, tatuirovka. Da, tatuirovkalar, pirsinglar, keyin yuzda ko'rinuvchi qanaqadir dog'lar, masalan, qizlarni ham o'g'il bolalarni ham shu tirsagigacha bo'lgan qismi tekshiriladi, oyog'ini tizzasigacha bo'lgan qismi tekshiriladi. Hech qanday dog' bo'lish kerak emas, hech qanday shram bo'lish kerak emas, hech qanday o'sha siz aytganday tatuirovkalar bo'lish kerak emas. Demak, shunaqa narsalarga to'g'ri keladigan insonlar CVni yubordi. Keyingi etap shu suhbat jarayoni. Agar suhbat jarayonida masalan hammasi yaxshi bo'lsa, deylik, undan keyin biz ularni medosmotr, ya'ni tibbiy ko'rikka jo'natamiz. Tibbiy ko'rikdan ham ko'pchilik yiqiladi. Tibbiy ko'rikdan ham ko'pchilik yiqiladi, tushunarli. Tibbiy ko'rikdan bo'ldi, o'tdi. Ularning keyingi etapi nima bo'ladi? Ularning keyingi etapi shu treningga, ya'ni shu o'qishga tayyorlov kursiga jo'natamiz. Bu aviakompaniya hisobidan yoki o'zini hisobidan bo'ladimi? Hamma kompaniyada har xil. Ba'zi bir aviakompaniyalar o'zi to'lab beradi, ba'zi bir kompaniyalar o'sha nomzod o'zi to'lash kerak bo'ladi. O'zi to'lash kerak. Faqat свидетельствоsi bilan kelish kerak. O'zi aslida shunaqa. Aslida, kompaniya to'lagani yaxshi. Necha pul o'zi? Chunki endi bilamiz-ku, yosh bolalar kelyapti, bular hali endi bitirdi, ular ishlamagan. Asosiy nimalar bolalar shular bo'ladi. Ular deylik o'zi to'lashi kerak bo'lsa, necha pul to'lashi kerak bo'ladi? Hozirgi kunda aniq примерно bilmayman. Примерно $1000 atrofida o'qishdi o'zida. Tushunarli. Xo'p, bo'ldi. Treningdan o'tdi va ularning keyingi bosqichi bu stajyor? Da. Stajyor bortprovodnik. Kompaniyaga kelishadi, stajyor bortprovodnik bo'lib, keyin ular bilan instruktor. Masalan, hozirgi men lavozimimda bo'lsa, men o'sha stajyorlar bilan 3 ta reys qilaman, ya'ni 3 marta shu borib kelish. 3 ta reys qilaman. Agar shu 3 ta reysda ular yaxshi ko'rsatkich bersa, yaxshi o'zlarini ko'rsatsa, tayyorligini bilsam, ularga dopusк beraman ishlashlari uchun. Agar tayyor bo'lishmasa, ularni yana ma'lum bir muddatga o'qib o'rganishga jo'natamiz. O'sha o'qish jarayonida nimalarga ahamiyat berasiz? Ular tayyor yoki tayyor emasligini qanday bilish mumkin? Endi bilasiz, aviatsiya xatoni yaxshi ko'rmaydi. Malaysiya kichkinagina xato ham bizda katta narsaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun har bitta detalga, kichkinagina narsaga ham biz e'tibor beramiz. Stajyorlar ko'p holatlarda reysdan oldin uxlashmaydi, hayajon bosadi. Shuning uchun kelishganda
nima desam bo'ladi, o'tirib qolishadi-da. Ну, men ularni tushunaman, bu oson yo'l emas. Ну, где-то 5ta, 6ta reysdan keyin ancha o'zlari kelib qolishadi. O'zlari ham tushunishadi, nima uchun bu narsalar kerakligini o'zlari tushunib yetadi. Mana shu ko'pincha aviakompaniyalarda stajyor bo'lib keldi, deylik, 3ta reys bu 1 oy davom etadimi yo endi bu narsa kompaniyadan qancha chastotasi? Da, qancha ko'p reys bo'lsa, shuncha tez qo'yish mumkin. O'sha periodda уже nimalar stajyorlar bilan kontrakt, ya'ni mehnat shartnomasi imzolanadi, to'g'rimi? Stajyorlar bilan shu именно aynan shu stajyorlar uchun mo'ljallangan kontrakt bo'ladi. U примерно necha pul oylik? Ну, примерно. Ну, примерно deylik 7,5 million. 7,5 million. Ну, 7,5 million stajyor. Yomon emas. Yomon emas. Shu bilan agar sizlar dopusк bersalaringiz, ular уже nima bordprovodnik bo'lib, ya'ni styuardessa yoki styuard bo'lib ishga kirishadi. Ishga kirishgandan keyin uni afzalliklari nima? Endi mana deylik styuardessa bo'ldi. Nima pluslar bor styuardessalarning? Styuardessalar plus taraflari ko'p. Birinchi navbatda oylik yaxshi. Masalan, hozir O'zbekistondagi oyliklar bilan solishtirganimizda bizaniki o'rtachadan yuqori, даже yuqori desak ham adashmayman. Примерно aytib keting, чтобы bolalarda bo'lsin. No, bilamiz, har xil aviakompaniyada har xil to'lanadi. No, ularda tushuncha bo'lish uchun tam no, deylik eng kamida 15 million olishadi. Eng kamida 15 million olishadi. Masalan, opitga bog'liq, uchish vaqtingizga bog'liq, kunduzgi, kechki reyslaringizga. No, 15 milliondan boshlanadi. Da. Yaxshi styuardessa necha pulgacha topish mumkin? Ko'p topish mumkin. 40-60 milliongacha topish mumkin. 40-60 million bu realniy summalar, to'g'rimi? Da. Summa. No, shuning uchun kuzatuvchilar uchun bu juda ham muhim bo'ladi deb o'ylayman, chunki motivatsiya katta-da. Bu sraz topshiringlar. Da. Bu birinchi pluslardan biri. Ikkinchisi bu menimcha dunyo ko'rish bo'lsa kerak, da. O'zi vaqt beriladimi shunga? Albatta. Endi masalan O'zbekistondan o'sha boshqa davlatga uchayotganingizda vaqt oralig'ini bilishimiz kerak. Masalan, agar reysimiz 2 soat, 3 soatlik bo'lsa, demak u reys tуда-обратный reys bo'ladi. 4 soat, 5 soatdan yuqori bo'lgan reyslarimiz уже bu chiqish bilan, ya'ni layover deyishadi bizning tilimizda. Вот layoverga vaqt eng kamida ну, примерно 12-16 soat beriladi eng kamida. Hatta 4 kungacha ham, hattoki 1 haftagacha ham qolishingiz mumkin. Agar bu charter reys bo'lsa, da. Tushunarli. No, 1 hafta sizga gostinitsa to'lanadi, aviakompaniya tomonidan pitaniya to'lanadi, sizda vaqt bo'ladi sayr qilishga, to'g'rimi? Menimcha eng populyar reyslardan biri bugungi kunda endi turizm o'zbekistonliklar uchun vizasiz bo'lganda Vyetnamda, Tailand, Phuketga menimcha faqat Uz Airways uchadi, adashmasam. Yo'q, hamma uchyaptimi hozir? Qanot Sharq aviakompaniyasi uchyapti. No, kratkий distansiyalar bu qaysi biri? Dubayga ham menimcha qolishadi, to'g'rimi? Yo'q, Dubayga qo'yishmaydi. Dubay, Abu Dhabi bo'ladi, tуда-обратный hisoblanadi. Istanbul ba'zi bir kompaniyalarda chiqish bilan, ba'zi birlar tуда-обратный. Yana qanaqa reys? Masalan, Tbilisi, Batumi, bular hammasi tуда-обратный reys. Tуда-обратный reyslar. Shuning uchun olmaylar. No, хорошо. Buni tushundik. Ana endi yana bitta qiziqarli narsa, sizlar juda ham ko'p chet elga chiqasizlar. Zagran pasport masalasi. То есть birinchidan vizasiz mayli davlatni tushunaman, lekin vizalik davlatlar bo'lganda qanaqa bo'ladi tartibi? Deylik, Amerikani oladigan bo'lsak, alohida o'sha viza qilinadi, kompaniya tarafidan topshiriladi vizaga. U faqatgina o'sha bordprovodniklar chiqa oladi. Masalan, kompaniyada 100 kishi ishlasa, shundan 30 tasiga viza qilingan bo'lsa, faqat shu reyslarga shu 30 ta bordprovodniklar uchishi mumkin. Faqat shu reyslarga faqat shular uchadi. No, pasportga yopishtiriladi. Chunki men bilgan bo'yicha nima, sizlar chiqayotganda pilotlar, sizlar
chiqayotganda отдельный list bo'ladi, чтобы sizlar har oy загранпаспортni almashtirmasliklaringiz uchun pechatlar qo'yilmaydi islom pasporti. Generalniy deklaratsiya bilan kirib chiqamiz. Ну, hozir u list ham yo'q. U list bo'lishi ham shart emas. O'sha general deklaratsiya bo'lsa, bo'ldi. Shu bilan kirib chiqaverasiz. Главное, o'sha spiskada bo'lishingiz kerak. Tushunarli. Ну, да, menimcha bugungi kunda eng prestijli ishlardan bittasi 40-60 milliongacha oylik. Yana birinchidan bu ofitsialniy hammasi shartnoma imzolanadi, davlatlar ko'rish, bu juda ham katta natija deb o'ylayman. Keling, siz bilan endi ozgina tushundik. Bugun mana ko'rdi sizlarni qizlar, yigitlar ko'rdi. Asosan endi qizlarga e'tibor beradigan bo'lsak, endi o'zbekchilikda bitta narsa bor. Ota-onalar ko'pincha qizlarini qo'ymaslikka harakat qilishadi, stюардесsalikka, chunki sen qiz bolasan, sen oila boqishing kerak, sen turmushga chiqishing kerak degan vajlar bilanda. Siz nima maslahat bergan bo'lar edingiz shu birinchi navbatda ota-onalarga, yoshlarga? Qanaqa siz o'zingiz mana shunda boshingizdan kechirgansiz? Qiyinmi, yo'qmi? Endi meni o'ylashim bo'yicha baribir 15 milliondan 60 milliongacha oylik olish bu oson ish baribir bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushunish kerak. No, mana shunaqa o'zingizni boshingizdan o'tgan, kechirgan qanaqadir balkim sizga qiyinlashgan momentlari bo'lgan yoki yo'q, Jahongir, bu oson, hammaga rekomendatsiya qilaman deysiz. Shu haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. O'sha ota-onalarga meni murojaatim, ko'p ota-onalar bu kasbga ruxsat berishmaydi. Aksincha, ruxsat beringlar degan bo'lardim, ayniqsa turmushga chiqmagan qizlarga. Sababi bu kasb turmushga tayyorlaydi deb bemalol ayta olaman. Chunki har kuni har xil yo'lovchi bilan ishlaysiz. Siz o'sha qizlarda sabr juda ham nima deydi, yaxshi rivojlanib boradi. Masalan, hozirgi yoshlarimiz ayniqsa anchagina besabr, qanaqadir oilaga tushib qolishsa, masalan, uyda erkak bo'lgan kimdirni ortiqcha gapini ko'tara olmaydi, shunaqa. Bu kasbga kirganingizdan keyin siz shu narsalarga chidashga, qanaqadir sabr qilishga yoki o'sha chiroyli muomala bilan chiqib ketishga, har qanday masalan urush janjallarsiz hal qilishga urinasizda. Ya'ni o'sha qizlar shu narsani o'rganib borishadi. O'sha sabr qilishi, o'sha insonlar bilan muomala qilish, kattalarga hurmat, baribir bizning o'zbekchilikda boshqacha bu narsa. No, yana ham shu narsa yaxshiroq bo'ladi qizlarda. Ayniqsa turmushga chiqmagan qizlarimiz hayotga zo'r tayyorlanadi deb bemalol ayta olaman. Undan tashqari, masalan, deylik, uyingizga mehmon kelsa, ha deb kelsa, masalan, yoqmaydi-da. Lekin bu kasbga kirganingizdan keyin, masalan, har kuni как будто uyingizga har xil mehmon kelyapti, siz o'sha insonlarni kulib, tabassum bilan kutib olasiz. Bu ham bir hayotga tayyorgarlik deb bilaman. Men o'zim uchun ayniqsa o'sha Koreyada kirgan paytimizda, ishlagan vaqtimizda o'tdi, bilasiz, poklon qilishadi. Biz har bitta kelayotgan odamga poklon qilib o'sha annyeonghaseyo deb so'rashardik-da. Har kuni ertalab shu 3 oy davomida o'qigan bo'lsak, har kuni ertalab biz trenirovka qilardik, o'sha to'g'ri poklon qilishni. Men buni kelin salom deb aytardim. Qani qizlar, kelin salomni boshladik derdim-da. Ertalabdan hamma shu narsani o'rganardi. Bu ham qanaqadir hayotga tayyorgarlik bo'lgan. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Tim bo'li bu kasbda ishlaganingizdan keyin siz xohlaysizmi, yo'qmi? Masalan, meditsinani qisman o'rganasiz. Qisman o'sha deylik, pojar bo'lsa, yong'in chiqsa, yong'inni o'chirasiz. Boshqa har xil vaziyatlar bo'ladi. Siz o'sha vaziyatdan to'g'ri chiqib ketishingiz kerak. Stress holatlaridan ayniqsa. Bu narsa qizlarimizni, ne только qizlar, yigitlarimizni ham juda ham hayotga tayyorlaydi. Shuning uchun turmushga chiqmagan qizlar va yigitlar tezda bu kasbga kiramiz. Da, nihoyatda o'zi qiyin, chunki o'zi bilamiz, bu havoda bo'ladigan stresslar juda ham og'ir kechadi. Siz o'zingizdan tashqari yana siz bilan uchayotgan deylik 200 ta yoki 300 ta
yo'lovchilarni ham bu stressdan chiqarishingiz kerakda. Bu menimcha oson ish emas haqiqatdan ham. Qarang, shu joyda bitta narsani qo'shib ketmoqchiman. Hayotimda bo'lgan narsa, o'sha Koreyada ishlab, endi biz o'qib torttirdik, o'tda bizani juda ham qattiq tayyorlashgan bu kasbga. Orada shunaqa moment bo'ldi, karantindan keyin, как раз hamma endi uyda, boshqa, men ham O'zbekistondaman. Yo'lda ketyapman, zarulyapman, yomg'ir yog'ib, nima desam bo'ladi, yo'llar yaxshi ko'rinmagan holat edi. Keyin как раз o'sha payt homiladorman. O'sha 5,5-6 oylik qornimda farzandim, orqada esa katta farzandim o'tirgandi. Xullas, kuchuk chiqib qoldi, it chiqib qoldi. Shu itni urmaslik uchun, nimagadir urishni xohlamaganman, urmaslik uchun aylanib o'taman deb, shu yomg'irning hisobiga bir 6-7 metrlik chuqurga tushib ketib qolganman. Xuddi kanalga, suvga tushib ketib qolganman mashinada avariya bo'lib. Ishonasizmi, yo'qmi, tushyapman, ko'zim ochiq, mashinaga rulda ushlab tushdim-da. Bu ham bir nima desam bo'ladi? Tayyorgarlik natijadori. Men o'sha joyda o'zimni yo'qotib qo'ymadim. Birinchi navbatda o'sha farzandimni evakuatsiya qilayotganda birinchi o'rinda farzandimni olib chiqib, o'zim tushib mashinadan xayolim faqat farzandimda-da. O'tda orqamdan kelib to'xtagan mashinalar ham aytayapti, anaqa dokumentlaringizni olaylik, mashina suvga уже cho'kyapti. Men aytaman, men uchun dokument, mashina важный emas, meni bolamning shapkasi, endi qish kuni edi, dekabr. Shapkasi, oyoq kiyimlarini olib beringlar deb meni yechib olgandi-da. Birinchi navbatda o'sha bolamni evakuatsiya qilishni o'yladim. Undan keyin o'sha gaishniklarga telefon qildim, boshqalarga. Bu holatda men o'zimni yo'qotib qo'ymadim. Eng muhimi shu. Hamma kelib to'xtab o'sha so'rayotganlar, hamma qiziqyapti. Rulda kim edi? Men deyapman, men o'zim yo'qotmaganman, normalniy yuribman. Как так deyishyapti-da. Oddiy holat. Men uchun bu oddiy holat, chunki men o'sha yaxshi tayyorgarlikdan o'tganman. Так что tushunarli. Endi davrati yana karyeraga qaytamiz ozgina. Birinchi navbatda bitta narsa muhim, mana deylik, yoshlar kirdi O'zbekiston avialiniyasiga, bironta aviakompaniyasiga va ishni boshladi. O'zi O'zbekiston aviakompaniyalari tramplin vazifasini bajaradimi yoki yo'qmi? Ya'ni agar chet el bilan solishtiradigan bo'lsak, siz bu yerda bir deylik opit nabirats qildingiz, tajribangiz bor va sizga boshqa aviakompaniyadan chiqishdi. Shu qanday holatlar bo'ladi mana shu yerda? Kichkina opitdan baribir opit tramplin bo'la oladi. Masalan, O'zbekiston kompaniyasida ishlasa, ozgina opit olgandan keyin bemalol chet elga chiqib ishlashligi mumkin-da. Bu nima desam bo'ladi? Boshqa kompaniyaga borganda ham chet elda noldan boshlash kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, hozir masalan bu yoqda ishladim, bu yoqqa borsam, karyeramni davom etaman deb o'ylaydi. Unaqa narsa yo'q. Shu narsa yomon. Atak, agar chet elda boshlab, keyin bizaga kelsangiz, opit bilan kelsangiz, u yaxshi qabul qilinadi va sizda karyerniy rost tezroq bo'ladi. O'zi prestijniy O'zbekiston aviakompaniyasida ishlashmi yoki chet elga chiqib ishlashmi? Endi kimga qanday? Masalan, chet elda nimasi yaxshi? Geografiya polyotov, ya'ni ko'proq davlatlarni ko'rishingiz mumkin-da. Hozir agar oyliklarni сравнивать qiladigan bo'lsak, oyliklar почти что bir xil. Bir xilda. Men endi pilotlar haqida eshitganman. O'zbekistonning pilotlari juda ham tsanitsa deyiladi. Bugungi kunda O'zbekistondan juda ham ko'p o'zbek pilotlarini Qatar Airways, Emirates da shular olib ketishyapti. Bizdan, to есть styuardesalar bilan holat qanday? Styuardesalarga ham xuddi shu, bort provodniklarga ham talab xuddi shunaqa. Arab davlatlari nimagadir shu o'zbekistonliklarni juda ham ko'p nabirats qilishadi. Bizada masalan hamma biladi, masalan bizning birinchi asosiy tilimiz o'zbek tili bo'lsa, ikkinchi tilimiz rus tili, undan tashqari ingliz tilini yoshlarimiz mukammal bilgani uchun ularda o'sha 3 ta til bor. Undan tashqari yana kimdir Xitoy tilini biladi, koreys tilini, turk tilini. Demak, O'zbekistonda
maktabi juda ham yaxshi. Bizning kadrlar ценится. Да, shunaqa. Endi samolyotdagi holatlar haqida ozgina gaplashsak, bu menimcha hamma uchun qiziq. O'zi biza ko'ramiz nima? Mana yo'lovchi sifatida aytaman. Samolyotga o'tiramiz, sizlar приветствие qilasizlar. Instruktaj o'tasizlar bir marta. Instruktaj o'tgandan keyin bo'ldi, polyot boshlanadi va samolyot uchayotgan paytda shu bilan pardalar yopiladi, sizlar ichkariga kirib ketasizlar. To есть bizada obzor yo'qoladi, biz faqat uchyapmiz. O'zi nimalar bilan shug'ullanasizlar shu payt? Bu sekret. Xullas, pardalar yopilgandan keyin biz yo'lovchilarga o'sha ya'ni servisga tayyorgarlik ko'ramiz. Yo'lovchilarni o'sha ichimliklar bilan, o'sha choy, qahva, ovqatlar bilan ta'minlash uchun isitamiz, tayyorlaymiz. Shuning uchun yopiladi asosiysi. Keyin yana bitta masala, agar oldi tarafda bo'lsa, masalan, pilotlar kirib chiqishi mumkin. Bu holatda ham masalan bu narsani yo'lovchilar ko'rish kerak emas, ochiqchasiga bu xavfsizlikka to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun yopiq bo'lishi shart. Reyslar davomida sizda bo'lgan eng qiziq holatlar, davaychi qiziq holatlardan boshlaylik, keyin stress holatiga o'tamiz. Qiziq holat ayni damda hozir esimga kelmayapti nimagadir. Hamma reys har doim har xil bo'ladi, qiziq bo'ladi, o'ziga yarasha. Nima desam bo'ladi, eng qiziq bo'ladigan payt bir xil yo'lovchilar uchaversa, ular bilan siz tanish bo'lib, hattoki do'stlashib qolasiz. Qanaqadir bilmadim, ko'rganingizda o'zingizdan qarindoshlaringiz ko'rganda boshqacha xursand bo'lib ketasiz-da. Bu zo'r. Stress holatlar bo'ladimi o'zi? Stress holat ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Agar o'sha yo'lovchini mazasi bo'lmay qolsa, shtobi qochib, o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin, kimdadir nima desam bo'ladi, koma holatiga tushgan yo'lovchilar borda, yuragi to'xtab qoladi. Ularni o'sha eng yaqin aeroportga o'sha qo'nadigan bo'lsak, o'sha qo'ngungacha ularni o'sha yurak massajini qilishimizga to'g'ri keladi. Xullas, bu juda ham katta stress. O'zi mana shu holatlarda o'zi qanaqa bo'ladi? Deylik, siz okean ustida uchyapsiz, ближайший aeroport yo'q. Menimcha yaqinda Amerikada menimcha bo'ldi, shunaqa uchayotganda reysda. Iloji bo'lmasa qo'nilmaydi, to'g'rimi? Albatta. Uning uchun baribir masalan biz birinchi yordam ko'rsata olamiz, biz doktor emasmiz. Doktor emaslar. Bizda baribir tibbiy hech qanaqa sertifikatimiz, boshqa narsa yo'q. Shuning uchun yo'lovchilarga murojaat qilamiz, oranglarda o'sha shifokor doktorlar bormi deb. Bo'lsa, bu bizning baxtimiz. Albatta, o'sha yo'lovchilarga ham sразу yordam beramiz. Agar bo'lmasa, harakat qilamiz o'zimiz oxirigacha yetkazishga. Agar eshitgan bo'lsangiz, Samarqandda где-то 2-3 oy oldin shu narsa bo'ldi. Jiddadan Toshkentga bo'lgan reys, lekin yo'lovchini o'sha mazasi bo'lmagani uchun Bahraynga qo'nishga majbur bo'lishgan. Qo'ngungacha bo'lgan davrda kollegalarim, bort kuzatuvchilar yurak massajini qilishgan. Shuni hisobiga shu yo'lovchi tirik qoldi-da. Reanimatsiya holatida topshirilgan, tirik qoldi. Shu o'rinda bitta yo'lovchilar kim samolyotlarda ko'pincha uchadigan bo'lsa, shularga qanaqa o'zi maslahatlar beriladi? Ya'ni o'zi nimaga ko'p holatlar shunaqa yurak to'xtashi, yaqinda men eshitgandim, insult bo'ldi kimdir. Nimani hisobiga, bosim hisobiga bo'ladimi? Qarang, bu narsa har xil, hamma narsaga bog'liq. Masalan, sizni sog'lig'ingiz, siz o'zingizni sog' yo nosog'ligingizni o'zingiz bilasizda. Masalan, deylik, shamollagan bo'lsangiz, samolyotga o'tiradigan bo'lsangiz, uchish paytida sizda quloq bitishi, burun bitishi, hattoki nafas yetmay qolishi mumkin. Lekin buni ko'pchilik bilmaydi yoki o'zi bilan dorisini ololmaydi, yo dori olganlar bagajiga topshirib yuborgan bo'ladi. Yo'q, dorini o'zingizlar bilan olinglar. Dorini o'zi bilan olish kerak. Keyin dam olishga borayotgan yoki dam olishdan qaytayotgan yo'lovchilarimiz spirtli ichimlik ichib chiqishadi. O'zimda xuddi shu narsa bo'lgan.
Toshkentdan Samarqanddan Toshkentdan Sharm Shayxga uchyapmiz. Ikkita o'rtoq chiqishdi. Ular ichishgan ekan, bittasi ichgan ekan, yaxshigina ichgan, sababi uchishdan qo'rqar ekan. O'sha qo'rquvni bosish uchun spirtli ichimlik ichib chiqqan. Endi servis boshlagan paytimizda shunda yo'lakda, endi hojatxonaga ham qaysidir joyga o'tib ketayotganda yo'lakda shunda turgan joyida yiqildi. Zo'rg'a ushlab qoldik shu yergacha tushmasligi uchun. Shuni bildim, u o'zini yo'qotdi. Shu holatda men kollegalarimni chaqirdim, samolyot orqa qismiga oldik. 5 minut ichida o'ziga keltirdik, lekin o'sha payt shu bola hattoki gapirishni unutib qo'ydi. Yo'qotib qo'ydi, gapira olmayapti. Eshityapti, qilyapti, gapirmayapti-da. Keyin уже issiq choy, shirin choy qilib beramiz. Shirin choy berib, boshqa qilib, yarim soatdan keyin o'ziga kelib, biz bilan gaplashib boshladi. Shu yo'lovchimiz bilan bir haftadan keyin yana qaytib uchdik. Yana qanaqadir ko'rishib qoldik. Keyin so'radim, bugun ichmadingizmi desam, yo'q, tavba qildim, 2 kun oldin ichmadim deb. Bo'lmasa ichganda tepada biron hodisa yuz beradi-da. Da, qarang, ichgan, masalan, deylik yerda 3 ta masalan bokalda ichsangiz, bu как бы masalan normalniy sizga ta'sir qilishi mumkin, lekin havoda bir bokal ichsangiz xuddi shu yerda ichgan 3 taga как бы to'g'ri keladi-da. Tем более yerda masalan siz u narsani yaxshi qabul qilishingiz mumkin. Havoga ko'tarilganda bu narsa sog'liqqa juda ham ta'sir qiladi. Tushunarli. Yana bitta narsa, endi men ham ba'zi bir statyalarni o'qib turaman. Nimada agar havoga ko'tarilishidan oldin o'zi ko'pincha maslahat beriladi aspirin ichish nimagadir. Endi qonni suyultirish uchun. Da. Masalan, qon bosimi bor odamlar o'zi yaxshi biladi. Hattoki dovondan o'tadigan bo'lsangiz ham mashinada qon bosimingiz sразу o'ynaydi-da, kimnidir ko'tariladi, kimnidir tushib ketadi. Shu holatda все-таки qon suyultiruvchi yo dori ichish kerak. Hech bo'lmaganda, agar yoningizda bo'lmasa, shu bortprovodniklarga iltimos qilib, limonli suv, ya'ni shu suvga limon solib ichish yordam beradi. Da, bu yaxshi yordam beradi. Bu juda ham qimmatli ma'lumotlar. Buni aslida da bilish kerak. Sabina, bort kuzatuvchilik ishida, ya'ni styuardessalikda o'zingizni kasbingizdan tashqari yana qanaqadir qo'shimcha kasblar bilan ham shug'ullana olasizmi? Albatta, shug'ullansa bo'ladi. Masalan, ko'pchilik model bo'lib ishlaydi. Farqi yo'q, o'g'il bola, qiz bola masalan model bo'lib ishlashadi. Все-таки внешность katta rol o'ynaydi, chiroyli yigit qizlarimiz bor, ular model bo'lib ishlaydi. Kimdir biznes qiladi, masalan chet eldan qanaqadir deylik kosmetika, kiyim-kechak nimadir olib kelib savdo qiladi. Вот shunaqa как onlayn magazin ochishadi. Masalan, men blogerlik qilaman, ya'ni o'sha Instagram sahifamni yurg'izaman. Bu ham hobbi men uchun, ham qo'shimcha daromad. Aytgancha men bizani efirgacha kirib ko'rgan edim. Почти 180 mingta подписчиklaringiz bor ekan-da. Bugungi kunda menimcha yomon emas. O'zi blogerlik orqasidan ham daromad qilasizmi? Asosan blogerlikdan deb aytmasdim-u, meni shu kuzatuvchilarim shu narsaga undashgan, ya'ni bizga ham o'rgating, qanaqa qilib to'g'ri o'sha bortprovodniklikka topshirsak bo'ladi, qayerdan boshlasak bo'ladi, nima qilishimiz kerak deb ko'p savollar kelgani uchun men o'z kursimni sotishni boshlaganman. Ya'ni o'sha kichkina gruppalardan boshlab shu 20 tacha nima deydi? Bolalarni olib, katta gruppalar qilib darslar o'taman, kurs o'taman va ularga o'sha noldan hamma narsani o'rgataman. Bu onlayn или offlayn? Ba'zida onlayn, ba'zida offlayn. Endi sababi ko'p o'sha kuzatuvchilarimiz, o'quvchilarimiz boshqa shaharlardan bo'lgani uchun ular все-таки yosh, ular Toshkentga yoki Samarqandga hamma kela olmaydi. Shuning uchun ular bilan onlayn dars o'taman. Nima rezultatlar qanaqa? Bugungi shogirdlaringiz qaysi aviakompaniyalarda ishlaydi? Juda ham ko'p.
shogirdlarim ko'p. 2021-yildan beri shogird chiqargan bo'lsam, hozir ko'pchiligi Centromerda ham bor, Qanot Sharqda ham, Samarqandda o'zimizda ham bor. Ba'zi bir o'sha shogirdlarim Riyad Airda Emiratesda ham ishlashyapti. Bu albatta juda ham quvonarli men uchun. Hamma nima desam bo'ladi, aeroportda o'sha ko'pincha shogirdlarimni ko'rib qolaman, meni ko'rishsa boshqacha kelishadi. Shogirdlaringiz bo'lmasa so'rab qolamiz, kommentariylarda sizga bemalol tashakkur yozishlarini. Shogirdlarim agar ko'rishayotgan bo'lsa, sizlarga salom. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sabina, dasturimizni yakuniy qismida mana shu bugun styuardessalik kasbiga qiziqayotgan yoshlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz bugungi holatdan kelib chiqqan jarayonda? Bugungi holatdan kelib chiqqan jarayonda qarang, ko'pchilik hozir bizda O'zbekistonda bilmadim endi bu trendga bog'liqmi yo bu oilani o'sha muhitiga bog'liqmi bilmadim. Ko'p qizlarimiz o'ranyapti, ya'ni o'sha ro'mol o'ragan. Bizani O'zbekistonda hali o'rangan qizlarni bort kuzatuvchilik, ya'ni styuardessalikka olishmayapti. Ular xafa bo'lib qolishadi. Nima uchun biza kimdir aytadi, afsuslanaman, vaqtli o'ranib qo'yganimga deydi, ba'zilar aytadi, nima uchun olishmaydi. Bizda O'zbekistonda ayni damda qoida shunday. Shuning uchun maslahat bergan bo'lardim, agar avvalroq bu narsani rejalashtirishsa, masalan deylik, ota-onalar bilishadi-yu farzandi ertaga kim bo'lishini xohlayapti. Agar shunaqa ota-onalarimiz bilishsa, masalan, farzandlari o'sha styuardessa yo o'sha styuard bort kuzatuvchi bo'lishini xohlayotgan bo'lishsa, birinchi navbatda sog'liqlariga o'sha e'tibor berishlarini juda ham so'ragan bo'lardim. Keyin yoshlarimiz siz boya aytib o'tganingizdek tatuirovkani yaxshi ko'rishadi, shunaqa narsalar qilib qo'yishmasligini so'ragan bo'lardim. Qancha yosh bo'lsa, bilasiz, til o'rganish juda ham osonda. Shuning uchun shu deylik 7-8 yoshidan boshlab til o'rganib, sog'lig'iga e'tibor berib borilsa, 15-16 yoshdan keyin aniq masalan yo'nalishini tanlab o'sha kasbga tayyorgarlik ko'rish kerak. Bu kasbga qancha yosh kirsangiz, deylik, o'zi 18 yoshdan qabul qilinadi. 18 yoshdan kirsangiz, sizda shuncha tez karyerniy rost bo'ladi. Ya'ni siz yoshingiz deylik endi 30 ga borgungacha kimdir ishlaydi, kimdir ishlamaydi. Masalan, 30 yoshga borgungacha уже juda ham mana chiroyli lavozimda bo'lishi mumkin. Masalan, 5 yilda zo'r lavozimga chiqishi mumkin, 7 yilda zo'r lavozimga chiqishi mumkin. O'shaning uchun qancha vaqtli boshlashsa, shuncha o'zlariga yaxshi. Bortprovodlikda, bort kuzatuvchilikda oliy ta'lim shart emas, to'g'rimi? Yo'q, aslida umuman shart emas. Masalan, maktabni to'liq tamomlab yoki o'sha kasb ta'lim kollejlarini bitirgan bo'lishsa, topshirishsa bo'ladi. Sizga oliy ma'lumot qachon kerak? Qachonki siz instruktor bo'lishingiz kerak bo'lsa, ana o'shanda sizga oliy ma'lumot kerak bo'ladi. Parallelni o'qishsa ham bo'ladimi? Ham ishlab, deylik, zauchni deydi-yu. Da, zauchni o'qiyotganlar bor. Kimdir distansionni o'qiydi, lekin ochni, ya'ni har kuni borib qatnashga imkoniyat bo'lmaydi. Tushunarli. Va qanaqadir layfhaklar siz bilgan nimalar qilish mumkin emas, shular haqida ozgina aytib bersangiz. Men yo'lovchilarga bitta maslahat bergan bo'lardim. Agar bilsanglar, hojatxona eshigida sigaret, ya'ni chekish mumkin emas deb shunaqa yozilgan, shu sigaretni как бы rasmi yopishtirilgan bo'ladi. Yana kamiga nima deydi, kichkinagina shu eshikda как pepelnitsaga o'xshagan shunaqa joychasi bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Buni ko'rgan yo'lovchilar har doim o'ylashadi chekish mumkin deb. Aslida mumkin emas. Samolyot 90 sekundda ichida butunlay yonib bitishi mumkin. Tasavvur qiling, siz ошибочно, ya'ni xatolik qilib sigaret chekib qo'ydingiz. Siz o'sha sigaretingizni oxirigacha o'chirishga uspet qilmadingiz, qayergadir tashladingizda
samolyot yonishni boshladi. Havoni o'zida 90 sekund, ya'ni 1,5 minutda Yonib tugaydi. butunlay yonib tugashi mumkin. Siz o'zingizga qo'shib butun bir samolyot yoqib yuborishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos yo'lovchilar chekmanglar. Bu juda ham xavfli. Tushunarli. Va bizni kuzatib borayotganlarga o'zingizni biron-bir tilaklaringiz bo'lsa, shu bilan dasturimizni ham yakunlardik. Rahmat shunchalik vaqtinglarni ketkazib bizani eshitganinglar uchun avvalambor. Juda ham xohlardim bu kasbni nima deydi, rivojlanishini, yana ham yaxshiroq O'zbekistonda rivojlanishini, insonlar bu kasbni hurmat qilishlarini juda ham xohlagan bo'lardim. Chunki bu oson kasb emas. Chetdan qaraganda ko'pchilik ofitsiant sravnovich qilishadi. Lekin bu aslida unday emas. Buni orqasida katta mehnat yotadi. Shuning uchun har bir insonlardan shu kasbni yana ham ko'proq hurmat qilishlarini, yana ham shu bort kuzatuvchilarga bo'lgan nima deydi? Munosabatinglarni yaxshi bo'lishini so'ragan bo'lardim. Ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardim. Bu kasb zo'r yoshlar uchun. Hozirgi kunda juda ham zo'r. Shuning uchun ruxsat berishinglarni so'ragan bo'lardim. Katta rahmat. Sizni ham o'z vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun va shu bilan dasturimizni yakunlaymiz. Rahmat.